ko'rib olaylik. Xo'sh. Ustoz, maylimi tasvirga olsam? Mayli. Kim boshlaydi? Men albatta poygachi bo'lib qolgan. Poygalarda qiladi-ku. Endi tezlikka qiziqaman-da. Mashinalarga ham. Men bo'lsa, xavfsizroq hamda foydaliroq kasb tanlagan bo'lardim. Masalan, bastakorlik. Ham musiqa yaratasan, ham maosh olasan. Bo'lmaydi. Buning nima foydasi bor? Axir bekorchilik-ku. To'ppa-to'g'ri. Eng zo'r kasb poygachilik, shifokorlik. Eng daromadlisi esa quruvchilik. Masalan, men arxitektor bo'lmoqchiman. Men gapiray. Men esa boya aytib o'tganimdek, bloger bo'lmoqchiman. Men esa olim bo'laman. Xo'sh, nega sinfimiz a'lochisi jim? Jasur, sen kim bo'lishni istaysan? Men sinfdoshlarimni hammasi o'zi tanlagan kasbni egallashini istayman. Faxriyon olim, Temur quruvchi, Gulhayo bloger, Abbos esa poygada g'alaba qozonish kerak. Men esa hamma bexavotir ishini qilish uchun vatan himoyachisi bo'lmoqchiman. Barakalla.